yildiz kanali sarguzasht, tabiat va haqiqiy hayot. Salom aziz do'stlar. Yulduzga xush kelibsiz. Bu yerda biz tabiat qo'yniga, qadimiy madaniyatlar va qiziqarli sarguzashtlarga ozgacha sayohat qilamiz. Agar siz sayohat, tabiat, mahalliy hayot va Himolay toglari va haqiqiy qiyinchiliklarni yaxshi ko'rsangiz, bu kanal siz uchun. Haqiqiy sarguzashtlar, hayratlanarli tasvirlar va ilhomlantiruvchi hikoyalar ushbu kanalni barcha sayohat va tabiatni sevuvchilar uchun alohida tajribaga aylantiradi. Shunday ekan, agar siz hayajon, go'zallik va o'rganishni izlayotgan bo'lsangiz, bizga qo'shiling. Hozir obuna bo'ling. Bu sarguzashtni birga boshdan kechirishimiz uchun videolarni do'stlaringiz bilan baham ko'ring. Yulduz, dunyoning noma'lum qalbiga sayohat. Dengiz sathidan 4000 metrdan ortiq balandlikda, baland qorli choqqalar orasida va jim vodiylar. Odamlar donolik bilan omon qolish yo'llarini topdilar. Ular avlodlar davomida yashab kelgan. Bu safar kepo sizni hayotning soddaligidan tinchlik topishga taklif qiladi. Himolay toglarining qishloq baland toglarida. Nosi, ushbu sayohatdan zavqlanish uchun eng qulay pozitsiyangizni oling. Yam-yashil vodiyda cho'ponlar qalin sochli hayvonlari bilan yurishadi. Toglar etagida cho'zilgan yaylovlar bo'ylab, yerning bepoyon kengligida. Shunday joylar borki, ularga faqat yuksak choqqalarga chiqishga jur'at etganlargina erisha oladi. Ulug'vor toglar orasida yashirin vodiy, tuman bilan qoplangan o'rmon va bulutlarga tegadigan choqqalar. Mana ulug'vor sukunatda, avloddan avlodga o'tib kelayotgan mustahkamlik bilan jamiyat hayoti. Ular osmon bolalari, oddiy odamlarning nafasini qisib qo'yadigan nozik havoga o'rganib qolgan. Ularning tanasi moslashgan, ularning qoni gemoglobinga boy, butun vujudga hayot olib keladigan tez oqadigan daryo kabi. Ular qattiq yurtda tugilganlar, lekin yuraklari tog yonbagirlarini tong otishi bilan qarshi olgan shudringdek mayin. Teshuvchi sovuq dushman emas, balki ular uzoq vaqtdan beri tanish bo'lgan do'stlar. Olomon bo'lmagan yurtda ular issiqlikni nafaqat kaminda yonayotgan olovda topadilar, lekin birgalikda, jim tunlarda aytilgan hikoyalarda, hech qachon sonmaydigan qat'iyatda. Himolaylar nafaqat ularning uyi, balki ularning qalblarining aksi. Baland, ulug'vor va abadiy. Togli odamlarning uy hayvonlari yak deb ataladi. Yuqoridagi dunyoning haqiqiy aholisi tog shamolining ritmi va baland daraxtlarning shivirlashi bilan chambarchas bog'langan. Togli hududlarda hayot ularni kuchli va qattiqqo'l bo'lishga majbur qiladi. Yupqa havo, keskin harorat va borish qiyin bo'lgan erlar. Bu joyni faqat tajribali qalblar zabt eta oladigan tabiiy qal'aga aylantirish. Buni faqat tajribali qalblar maglub etishi mumkin. Yer osti dunyosining shovqin-suronidan ular yanada musaffo, yovvoyi tabiat bilan uyg'unlikda rivojlanadi. Ular nafaqat balandliklar aholisi, balki tirik afsonalardir. Haqiqiy go'zallik ko'pincha erishish qiyin joylarda yashiringanligining isboti. Hayvonlar kam bo'lgan yurtda yaxlit hayot manbai hisoblanadi. Bu mo'ynali hayvonlar sut, go'sht, teri bilan ta'minlaydi va hatto go'ngi yoqilg'i sifatida ishlatiladi. Akslar Himolay toglilari uchun hayot nafasi bo'lib, sokin toglarni mustahkam, sodiq qadamlar bilan kezib yuradi. Uning orqasida yo'l yuki vodiydan togga qochdi. Dunyo tomida yashovchilarga umid va ehtiyojlarni olib kelish. Bu yerda yassi suti titrayotgan tanani isituvchi ichimlikdir. Sutdan, shuningdek, sovuq havoda taomlarning asosi bo'lgan yog' va pishloq ishlab
yak shunchaki hayvon emas. Bu baland togli jamoalar hayotida mustahkamlik, muvozanat va barqarorlik ramzi. Bepoyon moviy osmon ostida toqmoqlar va odamlar birga yurib, ming yillar davom etgan hikoyani toqishadi. Resurslar cheklangan joylarda tabiat va inson bir-birini tushunadi. Bularning barchasi muvozanat doirasi. Hayot doimo omon qolish va minnatdor bo'lish yo'lini topishining isbotidir. Bolalarning kulgusi havoda aks-sado bersa, onalarning mohir qo'llari mato toqib yiglardi. Va avloddan avlodga o'tib kelayotgan qadimiy naqshlar bilan. Bu yerning tuprog'i qattiq, vegetatsiya davri qisqa bo'lsa-da, xalq o'zining asosiy ozuqasi bo'lgan arpa yetishtiradi. Dagal mehnatkash qo'llari bilan arpani un qilib uradi. Keyinchalik odamlar uni yassi yog'li choy bilan aralashtiradilar. Yiglayotgan materiallarni yaratadi va toglarning sovuqligiga qarshi turish uchun oddiy, ammo baquvvat ovqat yarating. Har bahorda o'tloqlarni qoplagan qor eri boshlagach, qishloq ahli intiqlik bilan kutgan davr kelganidan darak beradi. Of vaqti keldi. Yarsa gumba yoki Himolay afrodiziak sifatida tanilgan, dengiz sathidan 3000-5000 metr balandlikdagi tuproqda yashaydigan noyob qo'ziqorin. Yarsa gumba narxi juda yuqori va sifati, hajmi va kelib chiqishiga qarab o'zgaradi. Yuqori sifatli yarsa gumba juda yuqori narxlarga erishishi mumkin, hatto oltindan ham qimmatroq. Bu cheklangan taklif, mavjudlik va yuqori talab, ayniqsa Xitoy bozoridan kelib chiqadi. Yarsa gumbaning 1 kilogrammi taxminan $100 yoki 1,4 milliard rupiya ekvivalentiga yetishi mumkin. Qorli yonbagirlarda o'sadigan bu xazina maydan iyulgacha sabr bilan izlanadi. Yarsa gumba yoki Himolay afrodiziak sifatida tanilgan, dengiz sathidan 3000-5000 metr balandlikdagi tuproqda yashaydigan noyob qo'ziqorin. Mavsum tugagach, Himolaydagi odamlarning e'tibori aqldan ozgan asalga aylanadi. Uni ichgan har bir odamni gallyutsinatsiya qiladigan, bu asal ulkan Himolay asalaridan olinadi. Qoyalarda favqulodda jasorat bilan yigib olinadi, odatda oktyabr-dekabr oylarida. Himolay xalqi bir xavfdan ikkinchisiga o'tib, tabiatning murakkab siklida yashaydi. Bu yerda jasorat va qat'iyat ularning merosining bir qismidir. Himolay toglarining tik yonbagirlarida, qalin tuman va jarliklar orasida bir guruh jasur ovchilar tabiatning suyuq oltini uchun o'z hayotlarini xavf ostiga qo'yishadi. Yana aqldan ozgan asal. Ular oddiy arqonlar bilan ulkan qoyalarga chiqishadi. Tajovuzkor Himolay gigant shoxi bilan yuzma-yuz keling. Bu asal shunchaki nektar emas, u gallyutsinogen xususiyatlarga boy. Ekzotik gullarning tabiiy fermentatsiyasi. Bu kam uchraydigan mahsulot bo'lib, yiliga 2 marta hosil olish mumkin. Bir tomchi odamni nem dunyosiga olib borishi mumkin. Ammo ovchilar uchun har bir tomchi jasorat natijasidir. Urf-odat va o'z hayotini xavf ostiga qo'yish. O'zining gallyutsinogen ta'siri bilan mashhur Himolay aqldan ozgan asal 1 kilogrammi $360 atrofida sotiladi. Bu Himolay osmonini zabt etganlarning hikoyasi. Tabiat bilan qimor o'ynagan shirin izlovchilar. Bebaho meros uchun. Havo yupqa va qadamlar o'gir bo'lgan balandliklarda. Odamlar hali ham tirik. Ular nafaqat yashaydi, balki o'sadi, moslashadi. Va har bir teshuvchi shamolda ma'no toping. Sodiq yonoqdan ular qattiqqo'llik va sadoqatni o'rganadilar.
Qattiq zamindan ular haqiqiy iliqlikni tushunishadi. Olovdan emas, balki birgalikdan. Qabul qilish qiyin bo'lgan qoziqorin va asaldan ular har bir muvaffaqiyat kurashni talab qilishini tushunadilar. Har bir ne'mat jasorat talab qiladi. Himoloylar hayot har doim ham oson emasligini o'rgatadi. Lekin ko'tarilishga jur'at etganlar, qadam tashlashdan qo'rqqanlar ko'rmaydigan diqqatga sazovor joylarni topadi. Har bir cheklov, har doim omon qolish uchun yo'l bor. Shikoyat qilish orqali emas, balki tushunish va hayot bilan bir bo'lish orqali. Biz hammamiz o'z sayohatimizdagi alpinistmiz. Ba'zan qadamlar o'girlashadi. Havo nafas olish uchun yetarli emasdek tuyuladi va yo'l juda tik ko'rinadi. Ammo esda tutingki, balandlikda omon qolganlar moslashganlardir. Kim qiyinchilikda kuch topsa va har bir to'siq ortida bir cho'qqi kutish borligiga ishonadiganlar. Himoloylarda hayot dasturi finali bu baland tog'lar bagrida hayot boshqacha ma'noga ega. Himoloylar shunchaki tog' tuzmasi emas, balki chidamlilik, soddalik va tabiat bilan uyg'unlik ramzidir. Bu zaminda eng kam imkoniyat bilan yashayotgan, ammo qalbi umid va muhabbatga to'la xalq o'z umrini kechiradi. Bu hududlardagi sarguzashtlar bizga chinakam go'zallik, soddalik va tabiat bilan yonma-yon yashashda ekanligini ko'rsatadi. Har bir tosh, har bir daryo, har bir sovuq shabadaning o'z hikoyasi bor. Balki bir kun kelib shu yo'llardan yurib, bu zaminning ulug'vorligini yaqindan his etarsiz. Agar sizga ushbu video yoqqan bo'lsa, buni unutmang. Yangi videolar yaratish uchun bizga ko'proq motivatsiya berishni yoqtiring. Izoh qoldiring va Himoloy tog'laridagi hayot haqida o'z fikringizni biz bilan baham ko'ring. Birgalikda ko'proq sayohatlarni boshdan kechirish uchun kanalga obuna bo'ling. YouTube kanali Ay Yulduz Afg'oniston. Siz turli xil sarguzashtlarni ko'rasiz. Keyingi sarguzashtgacha xayr.